Ota-onalarga hali tug'ilmagan farzandining IQsi, mushaklari, rangi va shaxsiy xususiyatlarini tanlash imkoniyati berilganda nima bo'lar edi? Insonlardan tuzalmas kasalliklarni olib tashlash, viruslarni yo'q qilishga qodir CRISPR va uni yaratgan olim haqida gaplashamiz. 1953-yil DNK strukturasi kashf etilgach, yer yuzidagi barcha jonzotlarining hayot kodi ma'lum bo'ldi. Bu misli ko'rilmagan kashfiyot edi. Galdagi qadam ana shu kodni o'zimiz yoza olishimiz, uni buzib, qayta tahrirlashni o'rganish edi. Hayot kodini qayta yoza olsak, biz nafaqat turli tug'ma genetik kasalliklardan va saratondan xalos bo'lishimiz, balki tanamizning istalgan shaklda rangimiz, mushaklarimiz hajmi, kasallikka qarshi immunitetimizni o'zimiz istalgan tomonga o'zgartirishimiz mumkin bo'lar edi. Jennifer Dauntni esa ana shu hayot kodini buzishga hissa qo'shgan olim hisoblanadi. Avvalo asosiylari haqida gapiraylik. Har bir tirik mavjudot DNK deb ataladigan genetik materialni o'z ichiga olgan milliardlab hujayralardan iborat. Bu DNK bizni kimligimizga aylantiruvchi barcha xususiyatlarni o'zida mujassam etgan, soch rangidan bo'yimizgacha, hatto bizda rivojlanishi mumkin bo'lgan kasalliklarga qadar. Xo'sh, agar biz ushbu xususiyatlarni olib tashlash yoki o'zgartirish uchun genlarni tahrir qilsak nima bo'ladi? CRISPR ahamiyati aynan shu yerda paydo bo'ladi. CRISPR bu DNKni osonlik bilan aniq o'zgartirish imkoniyatini beruvchi kuchli, ammo oddiy gen tahrirlash texnologiyasidir. Bu ma'lum DNK ketma-ketligini kesib, ularni boshqa narsa bilan almashtira oladigan molekulyar qaychiga o'xshaydi. Bu hatto butunlay yangi genlarni qo'shish yoki zararli genlarni olib tashlash imkoniyatini beradi. Ushbu texnologiya genetik tadqiqotlarni, biotexnologiya va tibbiyot uchun jarayonni butunlay o'zgartiradi. Bunday katta kashfiyot qanday yaratilganligi haqida hayron bo'lishingiz tabiiy. Ayni shu yerda Jennifer Dauntga murojaat qilamiz. U Berkeley, Kaliforniya universitetining biokimyogari va professori hisoblanadi. Jennifer 2012-yilda inqilobiy CRISPR-Cas9 tizimini ixtiro qilgan jamoani boshqargan. Hammasi oddiy bakterial immun tizimini o'rganishdan boshlangan va shu vaqtdan boshlab bu eng aniq va kuchli gen tahrirlash vositasiga aylangan. Keling, Jennifer Dauntni hayoti va CRISPRni kashf etish yo'lini chuqurroq ko'rib chiqaylik. U o'z faoliyatining ko'p qismini DNKga o'xshagan genetik material hisoblangan RNKni o'rganishga sarflagan olimadir. U CRISPR haqida birinchi marta bilganida, uning imkoniyatlarini genetik tadqiqotlar uchun vosita sifatida ko'rdi. Ammo u biz bilgan dunyoni o'zgartirishga olib kelishini va genetika sohasida inqilob qilishini hali bilmas edi. CRISPRni kashf etishga yordam berganidan so'ng, Dauntni ushbu axloqiy muammolar bilan kurashda yetakchi bo'ldi va uning hamkori Emmanuel Charpenter bilan 2020-yilda Nobel mukofotini qo'lga kiritdi. Uning hikoyasi hayotimizning kelib chiqishidan tortib, turimizning kelajagigacha bo'lgan tabiatning eng chuqur mo'jizalarini o'z ichiga oladi. Jennifer Dauntni faoliyati, tadqiqotlari haqida biografiya yozishni mahorat bilan uddalaydigan yozuvchi Walter Isaacson Kodbuzar kitobida batafsil ma'lumot bergan. Kitob inson genomining sirlarini ochish bilan shug'ullangan biologlar va tadqiqotchilarning hayotiga chuqur nazar tashlaydi. Bu shuningdek Dauntning shaxsiy sayohatlari va CRISPRga qanday duch kelganligi, olimlik va ilmiy kashfiyotlari haqidagi ajoyib kitobdir. Kodbuzar nafaqat ilm-fanning ilg'or jihatlarini muhokama qiladi, balki ilmiy ixtirolar qanday yaratilishi, Nobel mukofotini olish, CRISPR texnologiyasining hissiy va axloqiy oqibatlarini ham qamrab oladi. Ko'rib turganingizdek, gen tahrirlash yaratilgandan beri uzoq yo'lni bosib o'tdi. Oddiy bakterial tadqiqotdan tortib, biz bilgan hayotni o'zgartira oladigan kuchli vositaga qadar. Ushbu inqilob uchun mas'ul shaxs Jennifer Dauntni bizga har birimiz mehnatsevarlik va qat'iyat bilan o'zgarishlar qilishimiz mumkinligini ko'rsatdi.